Tushda telefon ko'rishning ta'birlari. Tushda telefon ko'rishning ta'birlari. Tushdagi telefon bir qancha qarama-qarshiliklardan iborat. Ya'ni telefonda gaplashsangiz, tushdagi holatga qarab yaxshilik yoki aksincha yomonlikka ta'bir qilinishi mumkin. Bordiyo siz tushda telefonda gaplashayotgan bo'lsangiz, biron bir ishda kelishuvga erishishga, muammolarning yechimi yoki nimanidir qo'ldan boy berishingizdan ogoh etadi. Agar singan telefonni tushda ko'rsangiz, o'ngda siz nimadandir qattiq siqilmoqdasiz yoki mehnatingizga yarasha mukofot olmaganingiz uchun tashvishdasiz. Agar tushingizda tinimsiz jingirlayotgan telefonni ko'rsangiz, yaqin orada sizni muhim bir xabar kutishiga dalolat beradi. Agar tushda telefon topib olsangiz, o'ngda kutilmagan joydan ishlaringiz yurishiga va omadga ta'bir qilinadi. Bordiyo telefoningizni o'g'irlatib qo'ysangiz, o'ngda yaqinlaringiz yoki do'stlaringizni xafa qilib qo'yishingiz mumkinligidan xabar beradi. Tushda telefonni yo'qotib qo'ysangiz, atrofingizdagilar yomon tarafga o'zgarib qolishlari mumkin. Zamonaviy ta'birda telefon ikki inson o'rtasidagi aloqa vositasi hisoblanadi. Balki siz atrofdagilar bilan munosabatlaringiz yomonligidan xavotirdasiz. Bundan tashqari tushingizda mobil aloqa apparatini ko'rsangiz, o'ngingizda hayotingizdan mamnun emasligingiz haqida ogoh etadi. Bundan tashqari, tashqi ko'rinishingiz yaxshi ahvolda bo'lsa-da, ichki tarafdan yomon ahvolda ekanligingiz haqida darak beradi. Agar tushingizda o'zingiz yoki biron bir notanish kimsa telefonda gaplashayotib, aloqa uzilib qolaversa, o'ngda yaqin insoningiz bilan aloqalaringizga nuqta qo'yishingiz mumkin. Agar tushda telefoningizni o'g'irlasalar, sevgan insoningiz ishlardan ko'nglingiz sovishi mumkin. Agar tushda telefon jiringlab, siz unga javob bersangiz, ishda yoki turmushda sheriklaringiz siz o'ylagandek inson bo'lib chiqmasligi mumkin. O'z zamonasining taniqli ta'birchisi Miller tushdagi telefonni quyidagicha ta'bir qiladi. Agar tush sohibi tushda telefon orqali gaplashsa, demak vaqti bilan ularni kimlardir bezovta qilishlari mumkin. Bordiyo ayol kishi telefon qilib qolsalar, demak uning atrofida hasadgo'y insonlar bor ekanligidan dalolat beradi. Vanga ta'birida telefon birlik, ishga kirish, yo'qotish deb ta'bir qilingan. Telefonda gaplashish yangi uchrashuvlardan ogoh etadi. Agar ayol jinsiga mansub kimsaga tushda telefonda gaplashayotgani kirsa, o'ngida baxil va ichiqora kimsalarga xizmat qilayotganligidan darak beradi. Bordiyo telefondagi ovoz yaxshi eshitilmasa, sevgan insoni bilan bahslashib qolishi mumkin. Bundan tashqari telefon ko'ngilda g'arazli niyatlar bo'lgan kishi bilan uchrashish mumkinligi haqida ogoh etadi. Agar siz kutilmaganda telefon jiringlashini eshitib qolsangiz, o'ngingizda sizni hayratga soladigan xabar eshitishingizga dalolat beradi. Bordiyo kimgadir telefon qilsangiz yoki u bilan bog'lanishni uddasidan chiqsangiz, anchadan buyon ko'rmagan tanishingiz yoki do'stingizni uchratib qolishingiz ehtimoli bor. Tush sohibi tushida kimgadir qo'ng'iroq qilsa-yu, lekin bog'lana olmasa, o'ngida o'zini omadsizlikda ta'riflashda oshirib yuborayotganidan dalolat beradi. Bordiyo siz ancha vaqtdan beri kutayotgan SMSni telefoningizga kelib tushganini ko'rsangiz, boshlagan ishlaringizda muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p kuch sarflashingiz talab etiladi. Tushda SMS yuborish qiyin vaziyatlardan oson qutulishga dalolat beradi.